navbatdagi xonadonimiz ya'ni montaj jarayonlari davom etibdi. Biz bu yerga romlari 6000 quattro plastikdan, eshiklari termo 65 dan o'rnatib berganmiz. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz montaj jarayonini, videoni oxirigacha ko'ring. O'sha tarafdagi romlarimiz razmeriga keladigan bo'lsa, eni 1.30 ga, balandligi 1.80 bo'lgan. Bu yerda biz yonma-yon joylashganligi uchun o'rtasidan bo'lib, bitta tarafi o'ng, bitta tarafi chap ochiladigan qo'yib berganmiz. Splashno holatda qilib berganmiz. Romlarimiz ochilib yopilishlarini bitta tekshirib ko'raylik. Ochilib yopilishlar juda yengil ishlaydi. Bu plastikimiz, ya'ni 6000 quattro plastik, kamerasi 4 kameraga bo'ladi. Bu yerda dop rezinkasi bo'lmaydi, ya'ni quattro bilan trionni farqi. Bu yerda ya'ni ariqchasida dop rezinkasi bo'lmaydi. Bu yerda slivlari bo'ladi har bitta plastik romlarda. Ruchkamiz ya'ni germanskiy ruchka, chomli korичневый bo'ladi. Mexanizmi турецкий mexanizm. Petlasi ham chomli korичневый bo'ladi. Bu yerda oddiy ochilish. Bu yerda podokонниga, ya'ni pastachniy profildan foydalanish har doimdagi, chunki pastachniy profil tashqaridan podokonnini bekitgan holatda. Razmerga keladigan bo'lsak, eni 2.30 ga, balandligi 2 metr bo'lgan. Bu yerda ya'ni ikkita chekkasi ochilgan, tevasida framugasi berganmiz. Bu yerda yana o'rta katta panorama oyna bo'lgan. Ikkita romimizni xuddi yonma-yonligi uchun, kattaligi uchun shunaqa holatda qilib berganmiz. Bu tarafda 1.40 ga, balandligi 2 metr bo'lgan, ya'ni o'ng chap qilib berganmiz. Bitta tarafi chap, bu tarafi o'ng ochilgan. Bu tarafda ham xuddi shunaqa eshiklarimiz, ya'ni 1.20 ga, balandligi 2.5. Hozir ochib yopishlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Eshigimiz yana ochib yopishni bitta ko'ramiz. Ochib yopishlar juda yengil ishlaydi. Chiqamiz, stupnyalarga, italyanskiy mahsulotlar. O'yinlarimiz ya'ni shatlankasi bilan birga qo'yib berganmiz. Tashqariga bemalol qo'yishimiz mumkin. Ya'ni petlarimiz, ya'ni italyanskiy petlar qo'yib berganmiz. Ochib yopishlar juda yengil ishlaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldirib, shu nomerga aloqaga chiqishingiz mumkin. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Keyingi holatlarni ham video qo'yib boraman. Bizni kuzatishda davom eting.